5 sotiylik 3 ta xonasi bor, o'zini mansardi bilan, gaz suv sveti bor joydan sizlarga bitta xonadon topib qo'ydim. Sizlar bilan bitta ko'rib chiqamiz. Mana asosiy robotdan kiraverishimizga ham bitta 2 ta, 3 ta mashina bemalol sig'adi. O'zini mana bu yerda yashil maydon uchun, ekin-tekin uchun, qo'shimcha qurilish qilish uchun ham yetarlicha joyi bor. Xo'p, kiraverishimizga ham bitta zali ham keng, taxta pollari bo'lgan, remontini o'zingiz uchun bitta moslab olasiz. Kirishimizga, mana bu xonaga kirishimizga to'g'rida sanuzel qilib foydalansangiz ham bo'ladi. O'ng qo'lda bolalar uchun yotoqxona, hattan chiqishimizga ham bitta ota-onalar uchun yotoqxona. Tepada o'zini mansard qismi ham bor, mansardini ham keng, kattagina. O'zingiz xohlaganicha, xohlagan o'lchamga bo'lib foydalansangiz ham bo'ladi. Xo'p, manzilimiz Marg'ilon shaharda, Imom Moturudiyda, xalq tilida Anvar aka qassob deyiladi, o'rta ko'chada 5 sotiylik gaz suv svetlari hamma yo'g'i bor. Xo'p, narxini 62 mingga baholashyapti. Kelinglar, ko'ringlar, yoqsa, xudo xolasa baraka qilamiz.